Ayolga berdilar bugun bir savol. Dunyoda eng totli aytginchi darhol. Novvotmi, oq qandmi, shakarmi yoki bol? Bolamdan totlisi yo'q dedi ayol. Yana so'radilar. Aytgin yashirmay, eng xushbo'y gul qaysi? Atirgul yoki lola? Bir lahzada o'ylanmay javob berdi ayol. Eng xushbo'y xilqat bu shubhasiz bolam. Ayol borki bari qiladi orzu, o'y, taqinchoq, boylik, pari jamoli. Qay birini xohlaysan? Ayt sekin, ayt, dedi. Menga kifoyadir bolam kamoli. Bolamdan totlisi yo'q dedi ayol.